Mavsum qahramonlari. O'zbekiston terma jamoasi jahon chempionatiga yo'l oldi. Prezident farmoniga ko'ra butun jamoaga eng yuqori darajadagi order, medal va faxriy unvonlar topshiriladi. Bundan tashqari har bir o'yinchiga yangi BYD avtomobili sovg'a qilinadi. Chempionlar oldinga, mundialdagi yorqin yutuqlar sari. Tabiatni asraylik. O'zbekistonda ishlatilgan batareyalarni yig'ish bo'yicha keng ko'lamli loyiha boshlandi. Endi ularni butun mamlakat bo'ylab o'rnatilgan maxsus konteynerlarga topshirish mumkin. Ammo buning uchun pul berilmaydi. Loyiha aholini ekologik tarbiyalashga qaratilgan. Shunchaki batareyalarni to'g'ri ishlatamiz va dunyoni yaxshilaymiz. Obodonlashtirish. Toshkentda ko'chalardan birini yangilash uchun 81,5 milliard so'm ajratildi. Gap yangi O'zbekiston ko'chasi haqida bormoqda. U yerda zamonaviy velosiped va piyodalar yo'laklari, yashil hududlar, favvoralar, qulay infratuzilma barpo etiladi. Hammasi xalqaro urbanizatsiya standartlari bo'yicha. Bu Toshkent shahrini rivojlantirish jamg'armasi mablag'lari hisobidan moliyalashtiriladi.